Hörmətli görürmənlər, mən sizlərlə sırdaş dostunlar Adila Ablus. Şinjan Radio Soğutçaklık şirketi xasnamını ağan Studiyaga Kim Keldi programmasi Şinjan Radio Televiziya stansiyasida ko'rsatilib atqan naqshi muzikalar naq maydonda o'rinlanadigan ekrandan halqagan universal san'at programmasi. Har bir son programmamizda cho'lponlar siz va biz bilan birga naqshi aytadi. Siz Şinjan Sun'iy Hamra televiziyasining ommaviy undidor supsini qo'shib elib, o'zingiz aytgan naqshlarni sin orqali avarsangiz, Studiyaga Kim Keldi programmasida cho'lponlar bilan birga naqsh aytish fursatiga erisha olasiz. Har bir son programmamizda mastanlarimizga cho'lponlar bilan naqsh aytish fursatini beramiz. Sizning programmamizga qizg'in qatnashib, cho'lponlar bilan naqsh aytish fursatiga erishishingizni chin dilimizdan umid qilamiz. Yaxshimizlar do'stlar, men Ayzada. Men Markaziy Musiqa sho'yining aspiranti. Bugun bu programmaga men naqshlarni eng yaxshi ko'rib anglaydigan hamda o'zimni uning naqshi mastanasi deb qaraydigan bir naqsh cho'lponimiz keldi. Mushu programma orqali uni bilan naqsh eta olganligimdan shunchalik xushalman. Shavkat Tursun mana birdamdil yana bir hafta o'tib, yangi songa tayyorlik qilib, turib mana endi boshlaymiz deb o'tiribdik, shundaq-ku. Bu yilqi mushu Markaziy radio televiziya stansiyasida ishlagan chag'alliq san'at kechiligini hammamiz ko'rdik-ku. Albatta, yuqori texnika, yuqori sifat bilan ishlangan bu kechilik biz uchun chuqur ta'sir qoldirdi. Demakchi bo'lganingiz, shu kechilik bilan munosabat biroz keldi demakchimi ya? Mana mehmonimiz kelmay turibdi, bu uchurni beryapmiz. Bugun biz shundaq bir mehmonni taklif qilmoqchi. U bo'lsa-mu, Sharq naqshi usul o'migidan kelgan shundaq bir naqshchimiz. Demak, Studiyaga Kim Keldi programmamizning bu soniga qani qaysi mehmon keldi kim? Ig'ir kunlar kelsa beshimga Gözlerimni to'saqan yaşa. Wow, mana chiroyli kami bugungi programmaning naq maydoniga keldi. Bunday yaxshi. Hamra bo'lay. Ana, yaxshimi Shirali? Yaxshi keldingiz. Ana yosh naqshchimiz Shirali keldi. Qani, Shirali keling. Shirali, xush keldingiz. Mushu bu qitimqi Markaziy radio televiziya stansiyasining chag'alliq san'at kechiligini hammamiz esimizga olsak, Shirali ajoyib bir rol bilan mushu san'at kechilikda chaqnadi. Mushu to'g'risida bir boshlaylikmi suhbatimizni? Ma'qul. Bu jerir bayram degan numar bir belbaq, bir yo'l asos qilingan 6 davlatninki nadir naqshi muzikalarni chatma qilib o'rinlangan bir numar. Men o'zimni o'ylab baqmadim. Qarasam chaqirdi ijodiyatchilar guruhidan. Shirali, sana bir rol keldi dedi. Nima rol desam? Masalan, Fremenning roli. Voy ma'qul deb xo'sh bo'ldim. Lekin bu chag'alliq kechilikda naq maydonda o'rinlandi bu numar. Men o'zimga bir shon sharaf deb o'yladim. Bu yilqi chag'alliq kechilikda Shirali kam bayram degan naqshini shunday yaxshi aytdi. Hamda men shunday yaxshi ko'rdim. Mana Shirali, bizning shu Oppo televizordan chiqayotgan savolning natijasini tanlaysiz oldida. Ikkin tanlay. Manga kuysan, haqiqiy so'ysan. Mening naqsham. Billa yig'lab, billa kulsan. Mehrim bilan vafo aynasan. Hali yaxshi. Amra bo'lay. Yaxshimsiz Shirali aka, men sizning uzunni beri naqshingizni yaxshi ko'rib anglab kelayotgan naqsh masalangiz bo'laman. Siz qandoq bo'lib Sharq san'at umiga ketgandingiz? Men Şinjangda to'liq o'tirni bitirib, lekin dashoni bitirib, opera teatrda bir 4-5 yilda xizmat qilib, keyin yana taraqqiy qilishim kerak ekan. Taxmi yuqori joylarga berib, o'sha kasbim ustida izlanishim kerak ekan, o'rganishim kerak ekan degan narsani to'nib yetib, men yo'l izladim shu.
qandoq qilsam bo'ladi deb bir o'ylanib yurgan vaqtida naq markaziy televiziya stansiyasiniki yosh naqshchilarning televiziyada mahorat ko'rsatish musobaqasi Shinjang musobaqa rayonida tizimga evitibdi-da. Men bu uchurni topshirib olgan ekan, "Hey, bu bir fursatga. Men shu musobaqaga bir qatnashishim kerak-ka" deb o'yladim. Andan keyin men bu bir kasbda o'qib bo'lgandan keyin men cho'qim baygi maydoniga chiqib chiqishim kerak deb o'yladim. O'ylamagan yerdan Shinjang musobaqa rayonida natijaga erishib qoldim. Kimmi bilmayman. Shinjang musobaqa rayonida natijaga erishganlar Beijingga berib, markaziy televiziya stansiyasiga musobaqa qatnashdi ekan. Unga men tanlab qoldim. Voy, bu yaxshi fursat bo'ldi deb Plashnolan Beijingda u musobaqaga qatnashdim. Aytgan naqshlarimizni hali yaxshi bo'ldi. Mening ustozim bo'lgan, ham o'zimniki bir qo'saq aksi G'ani Salay apandim shu chaqda muzikalarimni ishlab ulg'artib turdi-da, bu Shinjongda ishlayotdi, men oyoq naqshini o'qiyapman. Shu munosabat bilan mening qadrdon ustozim akamga mush fursatda bir rahmatimni bildirolay. Rahmat aka, jafo chekdim. Uyda o'ltirib, aka san rahmat degilolmaydi. Degilolmaydi ekan, mush fursat deyolay. Bu markaziy televiziyasining bu musobaqasidami men oldingi 3 ning ichiga kirib qoldim. Shuning bilan naq shu hozirgi sharq naqshi usul o'mikiniki boshliqi andan keyin Ligui ma'lum. Naq bu boshliqlar, bu san'atkorlar mening ba'lig'i ustozlarim bo'lib o'tiribdi ekan. Naqshamni aytib, pastga tushib, aram to'sam bir peshqadam bir ayolning ovozi anglandi. Shirali, Shirali deb keldi-da. Shundan bir 70 yoshdan halqagan bir ayolda o'chaqda men Ligui ma'lumni tonimaydi ekanman. Shu wala shu ni jawo ama dedim. Meni izlatamsiz desam, "Duy, javni" dedi. Zambalar dedi-da, "Nim bo'ldi?" desam, "Donfanga o'tan yani ni chubuchu" dedi-da. Sharq naqsul o'mikasini olmoqchi. Baramsa deb so'radi-da. Men qarab men qit qoldim, nim deyishini bilaman. Barmaydi debdi. Donfanga o'tanga berib bog'da qil. Atiyanda berib dedi. Atiyanda badimla anondan keyin bildim. Bu Donfanga o'tan sharq naqsh usul o'mikini bizning Jo'llay Zongli o'z qo'li bilan qurib madaniyat almashtirish faoliyatlarida cho'qim shunday bir o'makning bo'lishi lozimki deb o'ylab bu o'makni Jung'udagi dangliq san'atkorlarni shig'ib akab qurgan o'makka. Shu chaqda men aslan mandaq bir o'makka kelibdiman deb shu chaq to'lgan. Donfanga o'tan ishlamak shunday oson emas. Shiralikam o'zining tirishchanligi bilan bugunni yaratdi. Shunga men haqiqatan qoyilman. Mushu musobaqaga qatnashib bo'lgandan keyin o'zingizning natijangiz bilan ularning ko'ziga ko'rinib, shu ustozlar sizni o'z qo'li bilan shu o'makka olib qopdi. Bu haqiqatan bir cho'ng talay, albatta bir cho'ng baxt. Shedim sizda ozroq qiyinchiliklar tug'ilishi muqarrar-ku. Tug'ildi. Oldi bilan til jihatdagi qiynalish bo'ldi menda. Andan keyin til o'tkildimmi? Men o'rgandim. Andan keyin eng muhimi kasbiy jihatda bir haqiqiy baygi maydoni amaliyotda shu ekanda. Shuning bilan bu sharq naqsul o'mikiga borgandan keyin kasbiy jihatdagi mening o'zimning intilishimni bular haqiqiy qondiraldi deb o'ylayman. Lekin turmush jihatdan har qanday qiyinchiliklar bo'lsa, o'sha yana sharoitiga ko'nib, yengib keldim deb o'ylayman. Yanala o'rganish bosqichida turyapman. Bundan keyin yanama yaxshi asarlar bilan, yaxshi naqsh muzikalar bilan, barliq tomoshabinlar bilan yuz ko'rishib tursam, men shunga xo'sh. Har bir kasb egasininki cho'qim bir ustozi bo'ladi. Shundaqmi? Albatta. Sizning birinchi ustozingizni so'rag'im kelyapti. G'anikammi? G'ani akammi ustozim, lekin mening birinchi ustozim yanala mening Mehribon opam, peshqadam muzika ma'rifchisi Fatima Ibrohim xonim. Asli Shiralikamning tunji ustozi opsikanda
Vay şundaqmı? Ha. Apam olsa Şinjan diyarımızdaki tuncu qara pianino ügengen adam. Şu vaxtlarda pianinonu ügünüp, Qashqar Sifan maktabga berib, shu yerda ustoz, muzika ustozi bo'lib, kelayotgan hozir pensiyaga ketdi. Men bu shu pianino o'rgangan, akam ayni vaqtda pianino o'rgangan. Demak, Shirali shu pianinoni siz dastlabda o'zingizga asos qilib o'rgangan bo'lg'achqa, shuning sizning gitarni shunday yaxshi chelishingiz ajablanarli emas ekanda. Gitarni keyin men akamdan o'rgangan, G'ani Salay ustozdan o'rgangan. Akammo intayin yaxshi ijodiyatchi ham intayin yaxshi bir gitarchi-ku. Albatta, uni bilimiz G'ani akamni. Shunga men akamning qo'li qarab o'tirib, uyda chalibdi, mashqilib, chalayverdi, men qarab o'tirib, shunday o'rganib qolgan. O'sha naqsha muzika jihatdagi eng yaxshi ustoz naq mening uyimda bor deb o'ylayman. Mana Shirali, pianinoning gapini qildik, gitarning gapini qildik. Endi bu yerga nima keladi deganda, shu gitaringizni elib bir mahorat ko'rsatish kerak-da. Güzellik var yarının çehrede, Tehi kuyaş körüp bakmagan, Bir sihir var şehla gözüde, Hiç kim onu körüp bakmagan. Bir sihir var şahla gözüde, Hiç kim onu körüp bakmagan. Adamda talantlı buluş gerek elbette. Talantını yetildirip, onu terakki kıldırıp, alaydı bir kabiliyetke aylandırıdığan tırışçanlık mı buluş gerekken, bana sizinkiga o'xshash, yana biriga eng oxirida ta'lim bo'lish kerak. Mening ta'lim bor deb o'ylayman. Ras. Shuning bilan sizdagi bu xil talant, qobiliyat, tirishchanlik ta'lay birlashib, mana siz bo'ldingiz-da. Shuningga bizning bu ta'laylik yigitimizdan ikkinchi savolni so'raylik-ha. İkinci savol qaysini tanlaysiz? To'rtinchi tanlay. Shiralika, yaxshimisiz? So'rg'anlarimiz qoldi birdan gitar. Mesdanınız buluş süptüm bilen. Tüvendeki bunun sualını sizden sorğum geldi. Siz meyli memleketimizin içi hem sırtı olsun, nurgulluğun oyunlar katlaşıp bizge nurgulluğun icadiyetlerinizi təqdim qılıb kelivatsınız. Hem bu icadiyetlerden bizim intayin yaxtırıp anlavatımız. Muş icadiyetlerimizden içinde tamaşıbıllarga en yakkan naqşınız qaysı boldu? Bu oyunumuzdan sualı nəhayət yaxşı sorulubdu. Meyli dövlət içi, meyli sırtı olsun, mən çoğun səhnələrə çıxıb baxdım. Bu jarayanda mən bitiliyatımı deb o'ylayman. Muş jarayanda nurg'ulg'an naqshini aytib baxdim. Tomoshabinlarning ham o'zimning eng yaxshi ko'rgan naqshisi yanala hamroying bo'lay degan naqsh. Mundaqda. Demak, shundaq chiq sahnalarni ko'rib Shirali, yana davomli o'rganyapman. Yana aldım qarab tirishyapman, men bir o'rganguvchi da'vatsiz. O'zingizmi mushu ko'p xil madaniyatlardan ko'p narsalarni o'rgandingiz, shundaqmi? O'rgandim. Mayli naga borsak, biz cho'qim madaniyat almashtirib boramiz. To'g'ri. O'rganimiz, o'gitimiz. Men hatto Libayning rolini olib baxdim. Ha, shundaqmi? Wei Cheng Zhao Yi dediği yerleri var. Hatta mushundaq naqshlarni hemen aytib baxdim. Endi siz mushu tirish yo'lingizda ko'p madaniyatlar sizga ta'sir qilib, sizdimi bir nishon belgilandimi? Beijingga berib, nurg'un madaniyatlar bilan, nurg'un sahnalar bilan uchrashdim. Eng oxirisi o'zimga bir nishonni bekitdim. Men aslida muzikalik teatr artisti bo'lsam, o'zim eng
mos keldi ekanman deb o'yladim.谢谢你让我有勇气，有勇气证明自己，无所谓能不能在一起，只是普通朋友也没关系。我可能会一无所有，对明天也没要求，但我相信总会有一天，用平凡人生也能打动你。Әң ақырғы суалымыз қалды ғой. Хош. Oppo телевизорға яны бір қараймыз Яны қарамдық. мұна. Қайсын танлайсыз? Алтын таллай. Бүгін мұш бір сәтті сіздің шындақ бір суалын сұрғым келіп отыр. Яғни алсам сіздің бір әвәскерлер аттыртыңыз бар екен. Бұл әтрәттің ісімі Шигуа Туан екен. Бұл ісім қандақ болып мұшына қойылып қалды. Меніңкі нақшыларымны яқшы көрген, мәстанлар бір топны құрып, bu topның ismini Shigua Tuan, Tavuz Ömiki deb şu мәстанлар әттіртідікі şu topni qurgan bir eylem bana. Senin ismin Shir Ayli, birinci harfin Shi olğandıkken biz seninki bu мәстанлар әттіртінің ismini Shigua Tuan deb qo'ydik. Bana şu çağda degan. Demek bu isim şundaq qo'yilib qolgan. Şiralikamni bizning o'rganishga tegishlik ulgimiz deb qarayman. Naq maydon qaysi naqshlarni keldingiz? Özümninki yoqtirib aytib atgan, ham özüm muzikasini özüm ishlagan chiroyli degan naqsha. Chiroyli. Yaqinda özüm ishlab bitirgan bir naqsha bor. Sen yo'q yonimda degan. Ananiki yana bir naqsha bor. Shayda deydi degan sho'x naqshini keldim. To'rtinchisiga Zhang Xueyu efendinin 2000个伤心的理由deb bir naqsi bor. 新的理由1000个伤心的理由degan naqsini aytadi. Naq maydon bir taklif olaylik sizni. Ma'qul, rahmat. Şirali, merhamet. Shirali, emiz hoş kelibsan. Qarşılamız. Rahmat ağayna. Birinchi naqshani chiroyli degan naqsh bilan chiroyli boshlab olamdi. Ma'qul chataq yo'q ağayna. 3 2 1 Mihrim sabasıya saçını lerzan oynasın. İşte mihrim sabasıya saçını lerzan oynasın. Bağımda men bağın bulay, çihrinde reyhan oynasın. Bağımda men bağın bulay, çihrinde reyhan oynasın. Gül aratursan çiraylı, nazlanıp ursan çiraylı. Gül aratursan çiraylı, nazlanıp ursan çiraylı. Tan kebi külsen çiraylı, dillada arman oynasın.
çiraylik Dillada arman oynasun Olup kalsan şamalım sen Tünde şiirin hiyalım sen Olup kalsan şamalım sen Tünde şiirin hiyalım sen Mengü mengü visalım sen Dillada arman oynasın Mengü mengü visalım sen Dillada arman oynasın Gül ara dursan çiraylık Nazlanıp ursan çiraylık Gül ara dursan çiraylık Nazlanıp ursan çiraylık Pankebi külsen çiraylık Bulbul mohandan oynasın çiraylık Bulbul mohandan oynasın Bulbul mohandan oynasın Bulbul mohandan oynasın Ay Şiraliyevka, məcəb çıraylık eytib attınız. Naqşı mı çıraylık? Şundaq o. Sözümüz mü çıraylık? Sahnemiz mi çıraylık? Həmmə ətraf çıraylıqlıqqa tolsa, həmmiyə çıraylık bolsun. Nim degen güzel ha? Rahmet dede. Ben bu güzellikki intileme özem. Şuna çıraylık naqşını etib alsam bir şeyden ben razı. İkinci naqşаңызға немен ойлашасыз? İkinci naqşıga yakında işlegen bir naqşdı bu bir aşıqның naqşısı. Muhabbet lirikisi. Muhabbet lirikisi. Qenəmsə sahnemiz sizga qaldı Şiraliyev. Merhamet. Rahmet dede. Rahmet. 3, 2, 1. Nurluq camalı aklımni aldı Perişan alı yürekte kaldı İşkında cana Cenim zar buldu Gelmesen eğer Ömrüm xar boldu Sığınsam seni Həmmə bar boldu Yolun jirağı Bana dar boldu Yüreğim pare Eylisem nava Muhabbet o değil Bana yar buldu Muhabbet o değil Bana yar buldu
Köyde gece Köyde yıldız Sen yok yanımda Cahan tar buldu Avazım kuştek Kelgende uçup Elemlik bağrı Güllerge toldu Sığınsam seni Emme bar buldu Yolun jirağı Bana dar buldu Yüreğim para Eyle sen ama Muhabbet o değil Bana yar buldu Muhabbet o değil Bana yar buldu Muhabbet o değil Bana yar buldu Bugün şundaq bir məstanını əkeldiqkin, özü güzel, naqşı onundan güzel, Merkezi Müzik Şöyeninin aspiranti Ayzade qız. Mana mening hozir sahnaga chiqadigan vaqtim keldi. Men bu naqshni shiralikan bilan yaxshi o'rindalaydiganimga shunchalik ishonchim bor. Amsa sahnada ko'rishlik. Güzel Kırgız kızı Ayzade. Merhamet singlim. Mana Beijingdan kelgan Çolpan, Beijingdan kelgan Mastana, nima degan qamlashqanna ishqinglarga sahnamizni qo'yib qo'ydik qamsa. Merhamet. Ma'qul, Rahmat. Programımızın xasnamini Şinjan Paradiosu Çeklik şirketi ağan. Oppo Find X3 жүрүшлүк 5G yan telefonları hamkarlaşkan. Yegi qahvaları strategilik hamkarlaşkan. Romantik rəxsən eti qolğan. Ondan olsa Ayzade. Şeyda Deydo degan naqsha nəhayət şox. Udarı tötən töt özü flamenko uslubdagi naqsha. Buniki birinci kupletini men özüm oqoy, ikkinchi kupletini siz o'qing. Andik uchinchi kupletida kuy almashqandan keyin oldingi ikki misrani siz o'qing, keyingi ikki misrani men o'qoy, andan birlashib ketdi. Ma'qul. Bo'ldi. Bo'ldi, ma'qul. Pervane yar sen, kuylerimge mestane yar sen. Sevgi yolida sersane yar sen, gülhan kevi nurane yar sen. Seni şeyda deydu şeyda şeyda deydu, seni şeyda deydu şeyda şeyda deydu, seni şeyda deydu şeyda şeyda deydu, seni şeyda deydu şeyda şeyda deydu.
Ayzada, endi sizden şunu sorğum kelyapti. Nima uchun Shiralining Shayda deydi degan naqshisini tanlab qoldingiz? Bu bir muhabbet naqshi bo'lganligidan o'g'al qiz bilaysa, texmi yaxshi chiqadi shu. Ko'rmanlarimizga texmi zo'q ata qiladi demakchi. O'zimiz sho'x bu naqsha. 3, 2, 1.爱过的人，我已不再拥有。许多故事，有伤心的理由。这一次我的爱情，等不到天长地久。错过的人，是否可以回首？爱过的心，没有任何请求。许多故事，有伤心的理由。这一次我的爱情，等不到天长地久。走过的路，再也没有退路。1000个伤心的理由。1000个伤心的理由，为何我的爱情在故事里慢慢陈旧？1000个伤心的理由，1000个伤心的理由，最后在别人的故事里我被遗忘。Yani o'xshashli sizdan shundoq so'rg'im kelyapti Shirali. Endi agar sizdan birsi qaysi jumla so'zni bak yaxshi ko'rsan deb so'rasang deb javob bersiz. O'zingni bil, o'zgini qo'y. O'zini bilsa odam, o'zining nurg'un kamchiliklari bor, o'zining nurg'un ortiqchiliklari bor. O'zini bilib turib yashagan vaqtida, o'zini tepib turib yashagan vaqtida balkim bu hayot ma'niga to'ladi deb o'ylayman. Ras. Her kimning baxtga bergan ta'biri har xil bo'g'iniga o'xshash, uning baxtga bergan ta'biri haqiqatan o'zgacha. O baxt mening naqshlarimda, muhabbat mening misralarimda deyish orqali baxtning nimaligini, go'zal yoshlikning ma'nosini ifodalab berdi. O kasbga ana shunday bo'shashmas ruhiy, tirishchanligi bilan go'zal bir kelgusiga qarab mangdi. Biz programmamiz orqali uning buningdan keyingi kasbiy yo'lining texmi parlaq bo'lishini umid qilamiz. Şinjan Paridio Soçaklik şirketi xasnamını ağan studiyaga kim keldi programmamiz mushu yerda oyoqlashdi. Kelar sonda ko'rishayli. Xayr xo'sh. Azlarga qanot ber naqshiga